Ba'zilar mana yotib olib yeyish degani mana shunaqa deydilar. Faqat odamlar emas, bizning mana echkilarimiz ham O'zbekka o'tgandan keyin yotib yeyishni boshladi. Buni sotib olganimda bunaqa emas edi. Mana ko'ryapsizlarmi? Ajoyibmi? Mana qarang. Maqladi qiynalib. Sekin yotib bosaveradi bu yoqni. Bu bosaveradigan kozyollarimizdan. Qarang. Ikkinchisini qaramabsiz, ikkinchisini qarang. U sizlar yursizlar echki. Mana. Yever. Haqiqiy kozyollar mana shunaqa bo'lar ekan-da. Erinchoqlar bor, dangasalarga ish buyursang, mana yotib olib, bemalol. Nima deysizlar? Shunaqa kozyollarga jo'natib qo'yamiz-da buni. Nima turmaysanmi? Mana qarang, mana bu bitta, mana bu ikkita bo'ladigan bo'lsa, mana 3-kozyol ham yotib yeyapti, mana 3-si ham. Hozir ikkitasini olsam, uyaldingmi? Uyalib turdi mana. Bu ham yotib yeyapti. Mana ayollar deb urg'ochi nimalar mana turib bemalol yeyapti. Mana urg'ochilar ham turib yeyapti. O, yoqda urg'ochilar ham turib yeyapti. Mana bu kozyol. Yotib yeyotgan edi hozir ko'rlarsiz. Mana uyalganidan video olganda turib olibdi. Mana bu hali bezbeti bo'ladi-da bitta baribir ham. Mana. Kattarib qoldi. 2,5 ming rublga olgan ham. Ana shu ikkalasini keyin yana boya ko'rsatgan kozyol uchalasini 2,5 mingga olgan ham. Hozir har biri 2,5 mingdan oshib qoldi o'sha. Taqasi mana. Keyin mana ye, qani. Mana nomida nima bo'lsa mana hammasini shunaqa yeb tashlaydi ekan. Echkilarga endi oxir qilamiz. Chiroyli nonlar deyishini qarang. Mana bu kattarib qolganini ko'ryapsizlarmi buni? 3tasini 2,5 mingga olgan edim, rublga. Ol, yuringlar. Qani, ichkariga olib kiraychi. Yur. Mana bu yerda qop-qoragina joyi bor. Bizda ozgina yomg'ir yog'ayapti. Kiringlar, ichkariga kiringlar. Krasavitsalar. Bu uchalasi ham qiz bo'ladi bular. Qani, ketamiz. Yuringlar. Nima bo'lsa beramiz, nima bo'lsa yeyaverar ekan bular. U yana ikkitasi kelyapti. Kenglar. Takrorlayman, mana shu ikkitasi qora, mana shu 3ta qorani 2,5 ming rublga olgan edik. Hozir kir ichkariga sen ham. Krasavitsa, kir. O'zbekcha o'rgatyapmiz, bular ruscha o'rgangan edi. Aytganini qiladi bular. Tegmagan. Mana shuni qoldiramiz. Mana shuni qoldiramizda. Qolganlar kattargandan keyin so'yamiz. Mana bu echkini 2,5 litr soat deb olganmiz. Ana echkini ham, ikkalasi ham birinchi tug'ishi. 2,5 litr birinchi egasi berar edi. Mana bu echki oq. Bu o'zini ruskiy xashaki echkilar. Endi arzon bo'lgani uchun oldim. 3,5 ming rubldan tushdi donasiga. Mana shu echkilarni ko'ryapsizlarmi? Katta nimalar. Endi aralashganda alpiyskiy nimasi aralashgan, lekin xashaklashib qolgan. Bu echkimizni 3,5 litr beradi degan edi, ammo 2,5 litr beradi degan edi, adashibman. Bizdan 1,5 litr sog'ib olyapmiz ikkinchi xo'jayin bo'lganimiz uchun. Anodan ham 2,5 litr oldik. 1,5 litr, 2,5 litr deyilgan edi. Mana sog'dirishga navbatini kutyapti mana. Yemaklab umalat qilyapti-ku mana. Meni ham sog'inglar deb. Sog'amiz. Seni ham sog'amiz. Qo'ymay tur qizim, hozir sog'ganda qo'yamiz. Yoniga qo'yib tur, yoniga. Bu yoqqa qo'yib tur. Mana hozir sog'amiz buni. Itogo, assalomu alaykum. Itogo, qishlog'imizda 13 ta echkimiz bor. Adashmasam, 13 ta echkimiz bor. Bittasini so'ydik.
15 kilo go'sht qildi takani va 12 ta qoldi. 12 taning 4 tasi hali kozyollar, erkak nimalar va 8 tasi urg'ochi. Uning 3 tasi katta o'sha, bittasi ikkinchi tug'ishi, bittasining ikkitasi esa hozir sut beryapti. Ikkitasi bizga ikkalasini 5 litr beradi degan edi. 2,5 litrdan sal xashakroq, lekin mayli sut taka bo'lsin, sut bo'lsin deb olganda suti zo'r, qaymoqli, juda yaxshi. Ham hidi yo'q, eng g'alabni hidi yo'q, normalni. Va hozir bizda 5 litr emas, shu 4 litr plus minusini beryapti. Uy o'zgargani uchun sutni sal sekinroq, kamroq berar ekan degan. O'ziga tortib nima qiladi. Lekin 2 kunda sekin o'rganyapti. 1,5 oyda уже keyingi akotlarda, keyingi tug'ishlarda o'rganadi degan umidimiz bor. Va 2,5-3 litr beradi. Birinchi tug'ishida beryapti. Birinchi tug'ishida juda kam o'zi. 2 litr berishi normal birinchi tug'ishda. Keyin 3-4 tug'ishlarda уже 4-5 litr haqiqatdan beradi. Hozircha og'zim uzoqqa tegib qoldi deydi-yu, 3-4 litr sut bor kuniga, qaymoqli, Xudoga shukr. Maza qilib bosyapmiz. Qolgan echkilarimiz kattaryapti. Kuzga borib 4 ta erkakning bittasini qoldiramiz. Yaxshi bir nimasi bor. 3 tasi so'yiladi. Va 8 ta urg'ochi echki qolsa, yana yilga ko'payadi degan umidimiz bor. Inshaalloh.